Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, mahalladoshlar. Men bugun Kattaqo'rg'on tumani Jizmonsoy mahallasi Uychin qishlog'idamiz. Kecha bo'lgan yomg'irlar meni butun qishloqqa o'zgacha fayz kiritgan. Hamma joy yam-yashil, chiroyli vaziyat. Mana bu xonadon Oydin Ismat aka xonadoni. Bugun bitta quyosh panel stansiyasini ishga tushirdik. Shuni hozir qisqacha obzorni qilib beramiz. Ana panel xo'sh, 6 kilovatlik panel qo'yilgan. Nasosimiz 3 kilovatlik. Mana shunday holatda qurilgan. Mana orasida oldingi aytganimizdek panellar orasida 7 santimetrlik zazor bilan qo'yilgan. Sababi bu tirqish panel, chunki ikki yoqlama panelda orqa tomoni ham old tomoni ham oladi. Shuning uchun orqaga yorug'lik diffraksiyasi yaxshi bo'lish uchun shunaqa tirqishdan foydalandik. Bu tirqish vazifasi juda ko'p. Oldin aytgandim. Vaqt bo'lsa hozir ham aytishim mumkin. Mana orqa tomoni panelda. Quyosh hali ertalab uncha tepaga kelgan yo'q. Mana chiqayotgan suv. Частотligini ham ko'ramiz. O'sha taraf частотник deyiladi. 49-27 da. Endi ozgina vaqt qoldi hali. Yana bir 25-30 minutdan keyin 50 ga chiqadi. 50 degani endi nominal quvvatda ishlay boshlaydi. Quyosh hali toza ko'tarilib olgan yo'q-da. Xo'sh. Mana Oxunboy, Sherzod, bu alamda ustalari. Shular sa'y harakati mana shu amalga oshib qoldi.